Assalomu alaykum. Biz kuzatib boradigan hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari akalar, Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga akalar barcha turdagi zavodskoy bitom mishalkalarimiz optim narxlarda yetib keldi. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumotini berib, tanishtirib o'tib ketamiz. Hozir bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib beradigan obunachilarimizga aytiladigan narxlarning chegirmalarini xabar beramiz. Xo'p, shunaqangi zavodskoy bitom mishalka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yish uchun obunachilar olib sotaman degan akalarim uchun shunday narxlarda chiqarib beriladi. Xo'p, birinchida tanishtirib o'tadigan bitom mishalkamiz 210 talik varianti ko'rishlaringiz mumkin. Pastokka ham bemalol ishlash uchun mo'ljallangan. Balonlari oldingi mishalkalarimizga nisbatan shirokiyroq, kattaroq qilib ishlab kelingan. Motorlarni ko'rishlaringiz mumkin, o'zini sovutadi. Sifatlari juda ham zo'r. 210 talik varianti 1 arava, 1,5 arava bemalol eltib beradi. Orqa qozonlari shu almashadigan variantidan, shesternalari chugulli variantdan, plastmassa shesternalar bo'ladi akalar. Bu chugulli shesterna o'ng tomonga ham, chap tomonga ham bemalol og'darib ishlataverasizlar. Tagida o'sha o'zini bog'ichi qo'yib qo'yilgan mishalkamizni xohlagan joylarga ishlashingiz mumkin. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $280 like bosib keladigan obunachilarimizni chegirmalarni qilib beramiz. Bu ham xuddi shu variantidan motorlarning kilovatiga qarab narxlari o'zgaradi akalar. Endi bizda 200 talik varianti ham mavjud, ko'rishlaringiz mumkin. Xitoy mahsuloti akalar, sifatlari juda ham zo'r. Ko'pchilik rossiyskiy, germanskiy sotishadi akalar. 100% chiqish Xitoy. Prosta sammesli holatda bo'lishi mumkin. Ramalari o'sha qalin ramalar bilan jihozlangan. Qo'lda yasalgan bitom mishalkalarimiz nisbatan ustun jihatlari bularimiz akalar. Pastokka ishlaydi birinchi o'rinda. Keyin veslari ham yengilligini hisobiga xohlagan joylaringga bemalol siljitib ishlatsangiz bo'laveradi. Narxi $270, $10 rangesasi bor. 210 talik hamda 200 talik o'rtasida. Buni faqat betonga emas, ishlab chiqarishi, masalan, peranli sex, pishiriq sex, rasvorallashtirilgani bemalol ishlatsalar ham, foydalansalar ham bo'laveradi akalar. Dastavkalar kelishilgan holatda bor. Orqadagi bitom mishalkalarimizga o'tadigan bo'lsak, bu 180 talik varianti ko'rishlaringiz mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Pastokka ishlaydigan motorlar bilan jihozlangan. Sifatlari a'lo darajada. Yashil knopkani bossalar ishlaydi, qizilda bossalar to'xtash xususiyatiga ega. Balonlari ham aytganimdek shiroki balon, ichidagi aylantirib beradigan vali 2 talik vallar bilan jihozlangan. O'ngga ham, chapga ham bemalol og'darib ishlataverasizlar. Narxi $250. Like, komment bosib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Endi 200 taligimizni bu uzunroq bo'ladigan bo'lsa, endi 50 roq variantidan yetib kelgan. Bu ham 200 talik variantda. Bu bo'yi uzunroq varianti, bu bo'yi L. Mana endi 50 roq varianti yetib kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Aravaga to'kkani ham qulay, ichida shag'al yoki boshqa narsa aralashtirilgani ham qulay holatda bo'ladi. Rollari katta, qalin rollar bilan jihozlangan. U motorda o'zidan kabel chiqarilgan bo'ladi. Buni ham narxi $270. Kanal nomidan keladigan obunachilarimizga chegirmalarni qilib beramiz. Endi ukam bizga eng kattasidan bo'lsin degan akalarimiz uchun 260 hamda 250 talik variantlarimizdan kelgan, ko'rishlaringiz mumkin. Tagidagi shesternavali chugulli, original, qalinidan bo'ladi. Tagidagi qozon profili pachimlili. Mabodo qozoni sinib boshqa bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol tagidan bo'shatib turib, bo'lgik orqali almashtirish ishlatsalar ham bo'laveradi akalar. Ramalari qalin ramadan, narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $300 chiqadi. Aytganimdek, pastokka ishlaydigan sifatli bitom mishalkalar faqat bizda bo'ladi. To'liqroq ma'lumotini telefon qiladigan bo'lsangiz tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Pastda nomerlarni qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'koni. Optim olib sotaman degan akalarimiz uchun ham chirov narxlari, dollar narxlari chiqarib beriladi. Telefon qilib bog'lansanglar ham bo'ladi akalar. Hozircha yangilik ma'lumotimiz shular edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, shunaqangi bitom mishalka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar.